Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bu safardagi videomiz metan yoqilg'isi yuradigan avtomobillar uchun metan avtomobilda yuradigan haydovchilarimiz metan yoqilg'isini quyadilar. O'z avtomobili gaz ballonidan ispaniyalik surovga kelganda ular shunday boradida 5 minutda hujjatini to'ldirib, shu gaylardan cho'chib, shu qalay ishtirafdan cho'chib, gaz balloni ispaniyalik amalda qildirmay, faqat hujjatda qildiradilar. Buning natijasida kompressorda ichida qolgan suv, yog', aksariyat ko'proq yog'lar gaz ballonga to'ladi. U gaz ballonida to'lgan yog'lar sekin-sekin o'z o'sha trubka orqali reduktorga keladi. Gaz reduktoriga kelgandan keyin uni ichida ko'p yog'lar to'planadi. Ba'zi hollarda suv qolib ketadi, yog'lar to'planadi. Uning ichida mana bunaqa qop-qora bir aftol, atrobotkaga o'xshagan chiqindi hosil bo'lgandan keyin avtomobil sovuq holatda yaxshi o'ta olmaydi, siltaydi, o'chib qoladi. Har xil holatga kelib chiqadi. Keyin bundan ko'payib motor ichiga borib, ozgina tutab yurish holatlari ham kuzatiladi. Aziz obunachilar, bunaqa qilmasdan o'zingizni avtomobilingizni hech bo'lmasa o'zingiz uchun ispaniyasi qilib yuvdirishni tavsiya qilamiz. Ertaga gaz balloni yaroqsiz holat kelib, ko'chada portlab, o'z yaqinlaringizni umriga zomin bo'lib qolishingiz hech narsa emas. O'shaning uchun o'zingizni va atrofingizga ehtiyot qiling. Keyin biz buni yana bitta variantini ko'rsatamiz. Gaz reduktori xuddi shu qismida bolti bor. O'sha pastki bolt hisoblanadi. O'sha boltni 6 shessi rangga tushadi. Xuddi mana bunaqa kulich, o'sha kulich bilan o'sha joyi to'kib, ozgina oqizib tashlang, toza bo'ladi. Atak bo'lmasa gazchiga olib borsangiz ham yaxshi. O'sha joydan gaz ballonni bekitmasdan shunday to'kasizlar, 1-2 minut turgandan keyin qotirib olsangiz, yog' chiqib ketadi. O'shandan keyin gazingiz ertalabda yaxshi yonishi ham mumkin. Gazdan bo'shlansa yaxshi yonishi mumkin. Albatta like bosishni unutmang.